Farg'onada metan zapravkadagi janjal sabab 23 yoshli yigit. Ha, bu muammoga aksariyat haydovchilar duch kelgan. Ayniqsa qishki faslda katta tirbandliklar, 4-5 soatlab behuda sarflangan vaqt, navbatingiz kelganda gaz tugab qolishi, qaysi va qayerdagi avtogaz shoxobchasi ishlayapti va qachon ochiladi. Shu kabi ko'plab savollar barchaga tanish. Keling, hozir siz bilan muammoni ildiziga tushamiz. Qishki muammo, qish ya'ni isitish mavsumi tufayli tabiiy gazning 60% uy-joy majmualariga yo'naltiriladi. Bu esa zapravkalarning keskin yopilishiga yoki cheklanishiga olib keladi. Gaz yetmasligi tufayli haydovchilar qimmatroq alternativ variantga o'ta boshlashadi. Bu esa moliya ahvoliga ziyon yetkazadi. Vaqt bu eng qadrli va bebaho narsadir. Har bir haydovchi o'rta hisobda 2 soatdan 5 soatgacha o'z navbatini kutadi. Qo'shimcha bekor yurishlar 10 kilometrdan 20 kilometrgacha yetishi mumkin. Bu esa transport vositani xarajatlarini ko'paytirishi va eskirishini oshiradi. Biz metanchi jamoasi 1 yil davomida ko'plab muammolarga duch keldik va ularga yechim topdik. Keling, hozir siz bilan birgalikda o'sha yechim haqida bilib olamiz. Metanchi qanday ishlaydi? Biz har bir zapravkaga kamera o'rnatamiz va o'sha kamera orqali yig'ilgan ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Bu bilan siz nima qilishingiz mumkin? Bir kamera orqali siz zapravkadagi jonli navbatni kuzatasiz. Bosim hamda narx haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Joylashuv va ish vaqtini ko'rib turasiz va eng qizig'i, eng yaqin zapravka qayerdaligini bilib turasiz. Va bularning barchasi metanchi Telegram bot orqali. Biznes tomonlama qanday bo'ladi? O'zbekistonda 1,5 mingtadan ortiq zapravkalar mavjud. Bu degani milliard so'mlik bozor. Lekin hech qaysi bir zapravka raqamlashtirilmagan. Metanchi bunda katta yordam beradi. Ijtimoiy hamda ekologik missiya. Metanchi nafaqat haydovchilarga, balki-da ozgina bo'lsa ham ekologiyaga o'zining hissasini qo'shadi. Metan benzindan ko'ra tozaroq. Raqamlashtirish esa tirbandlikni, navbatni hamda emissiyani pasaytiradi. 2025-yil ekologiya yili. Metanchi o'yinda.